Ketdik. Bo'ldi, hammasi joyida ekan. Ovoz, ko'rinish, hamma narsa joyida, ko'rinyapti, zo'r. Okay. Then we'll start. Xo'p, nima maqsadda bugun darsga kiryapsizlar? 3 kunlik darsimda nimalar olish xohlaysizlar? Yaxshi natijalarga erishish uchun. Aha, zo'r. Zo'r. Speaking yomon, hamma speaking yaxshilash uchun shu yerda. Tabriklayman, hammalar sizlar to'g'ri manzildasizlar. Aha, speaking yaxshi emas. Zo'r, o'rtoqlar. Okay. So, to get ready for the lesson, guys, bugun darsga tayyor bo'lamiz. Darsga tayyorlanish uchun nimalar qilamiz? Demak, ketdik. O'zingiz uchun 2 soat vaqt ajrating. Men sizga oldin ham aytdim, boya videoda tushuntirdim. Iltimos, hamma ishini soat 8:00 gacha tugatsin va ro'parosa o'zingizlar 2 soat vaqt ajratinglar. Hech kim sizlarni bezovta qilmasin. Albatta, daftar ruchkalarni olinglar. Chunki siz bo'lmaydi. Bugun biza zo'r narsalarni o'rgataman. Hozir aytib qo'ymayman, bo'lmasa qiziq qolmaydi. Okay. So, undan keyingisi nima uchun grammatika va yodlagan so'zlaringizni speakingda ishlata olmasligi sabablarini, yechimlarini bugun aynan olasiz. Nimaga aynan sizda shunaqa muammo, nimaga qancha paytdan beri o'qisangiz ham speaking sizda yaxshi emasligini bugun tushunib yetasiz va bugun siz gapirasiz. Menda o'qigan o'quvchilar juda ham yaxshi bilishadi. Men har doim qilayotgan darslarimda o'quvchilarni gapirtiraman. Bugun ham shu ish qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, bonus darslarimiz bor o'rtoqlar. Olish esingizdan chiqmasin. Bonuslar dars oxirigacha o'tirganligi beradi va bonuslarni ham ko'rsataman sizlarga nima bilan berilishini. So, okay, ketdik. Hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Nima sizda haligacha speaking yaxshi emas? Hatto 6 oydan ko'proq paytdan beri ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz ham, o'quv markazlariga borayotgan bo'lsangiz ham, yaxshi o'qiyotgan bo'lsangiz ham, nimaga sizda hali ham speaking muammo? Okay. Hop. Ovoz kelmayapti deyishyapti. Ovozim eshitilmayaptimi yaxshi? Internet qotib qolibdi-da. Hamda ham qotib qolgan turibdi. Okay, yaxshimi? Menda qotib qolgan ekan, shuni o'ylayman. Xo'p, ketdik. Ovoz hammasi zo'r, ketdik, zo'r. Xo'p, nima uchun? Okay, next question. Nimaga sizda hali ham speaking chiqmayapti? Nima deb o'ylaysiz? Siz 6 oydan ko'proq, kimdir 1 yildan, kimdir 2 yildan beri ingliz tili darslariga boradi. Speaking yaxshilashga doim harakat qiladi. Nimaga sizlarda speaking chiqmayapti? What do you think? Nima deb o'ylaysizlar, o'rtoqlar? Xato qilib qo'yishdan qo'rqish, zo'r. Okay. Xo'p. Fundament ham zo'r. So'zlar yodda qolmayapti. Very nice. Speaking idea kelmaydi. Aynan bugun sizlarda speaking idea kelmasligi sabablarini ko'rib chiqamiz va darsda bemalol bilib olsanglar bo'ladi, qanaqa speakingni ideyani zo'r keltirishi. Okay. So, bugun 3 kunlik onlayn darsimizning birinchi kuni va 3 kunlik darsda sizlar nimalarni o'rganishlarini men hozirga aytib o'taman. Xo'p, gaplarni bir-biriga ulab, ingliz tilida tez va ravon gapirish uchun shodtasizlar, chunki biz 3 kun ichida mana shu narsani o'rganamiz. Kimda shunaqa muammo bor? Kim gaplarni bir-biriga ulab, ingliz tilida tez va ravon gapira olmaydi? Shodamisizlar? Okay. Hayajonlanib gapirsan chiqib qoladi, zo'r. Okay, very nice. Xo'p, gaplarni bir-biriga ulab, speakingda erkin, tez, ravon gapira olmayotganlar. Shu yerda bo'lsanglar, demak, sizlarni tabriklayman. 3 kun ichida bu muammolar albatta yechiladi. Keyingisi, bilgan grammatikalaringizni chalkashtirib, zamonlarda adashib qolayotganlar uchun 3 kunlik dars. Ya, kim zamonlarni ancha paytdan beri o'qiydi, doim qoidalarni yodlaydi, nimadirlar qiladi, lekin doim chalkashib ketaveradi, doim mana shu aynan grammatikaga kelganda adashib qolaveradi, aynan grammatikaga kelganda yaxshi gapira olmay qoladi. Kimda? Okay. Demak, to'g'ri yo'ldasizlar, men dotganlar. So, next one. Siz so'z yodlagan so'zlaringizni esingizdan chiqib qoladi yoki speakingda qo'llashga qiynalasiz. Bir xilda so'z yodlaysiz, okay. Lekin ba'zida esingizdan chiqib qoladi, ba'zida speakingni qo'llay olmaysiz. Shunaqa muammo bormi kimdadir? Yes?
Kimda shunaqa muammo bo'lsa, mana deb aytaveringlar. Ketdik. Okay, next one. Ideya kelmaslik sababi speakingda to'xtab qoladiganlar uchun. Sizlarda bormi shunaqa muammo? Ideya doim bo'ladi-da, o'zbek tilida ideya bor, zo'r keladi, lekin aynan ingliz tili kelganda to'xtab qolasiz, qotib qolasiz, yaxshi bo'la olmay qoladi. Aynan ideya kamligi sabab, ideya kelmayotganligi sabab speakingda to'xtab qolasizmi? Agar siz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak bu muammolaringizga 3 kun ichida javob topasiz. 3 kun ichida. So, so'z boyligi kam bo'lsa ham birinchi darsdan gapirishni xohlaganlar uchun aynan mana shu 3 kunlik dars. Chunki men har doim aytaman o'quvchilarga, ingliz tilini o'rganayotgan har bir o'quvchi birinchi darsdanoq gapirish kerak. Agar siz birinchi darsdanoq gapirmayotgan bo'lsangiz, demak siz noto'g'ri metodika bilan o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin, katta ehtimol bilan. Chunki har qanday o'quvchi, har qanday darajadagi o'quvchi birinchi darsdanoq bemalol gapira oladi. Bu aniq. Chunki aynan mana o'quvchilarim xuddi shunaqa birinchi darsdanoq gapirishni boshlashadi. So, keyingisi. Talaffuz yaxshi emas, xato gapirib qo'yishdan qo'rqish va aynan mana shu uchun ham gapira olmaslik. Demak, keyingisi bizada talaffuz. Ana boshqalar yonida uyaladi, noto'g'ri talaffuz qilib qo'ysamchi, noto'g'ri aytib qo'ysamchi degan narsa sizlarda ham bo'ladimi? Demak, bo'ladigan bo'lsa, siz 3 kunlik darsimga ham qoldirmasdan qatnashishingiz kerak, chunki aynan mana shu yuqorida sanab o'tgan hamma muammolaringiz 3 kun ichida hal bo'ladi. Zo'r. So, uyalish, hayajon, qo'rquv sabab speakingni yaxshilamayotganlar uchun. Bizda bor, bilasizmi? Men esimda bor, maktabda paytimizdan bo'lardi. O'quvchi doskaga chiqardi, ustoz doskaga chiqarsa bir xil bechora bola terlab ketardi. Gapini gapirolmay, ko'zini dop yerdan uzolmay qolardi. Sizlar ham shunaqa emasmisizlar ingliz tilida gapirayotganda? Agar desam uyalsangiz ingliz tilida gapirgani, hayajonlanadigan bo'lsangiz, qo'rquv sabab speaking yaxshilamayotgan bo'lsangiz, demak, bu muammoni ham hal qilamiz. Xavotir olishga o'rin yo'q. Bu muammongizni ham albatta hal qilamiz 3 kun ichida. Okay. So, ichida sher bo'lib gapiradiganlar, lekin kimdir so'rasa, tashqarida sichqon bo'lib qoladiganlar bormi bizda? Ichida gapirsa zo'r gapirasiz, doim zo'r, cho'tki gapirasiz, hammasi joyida bo'ladi. Lekin ustoz so'ragandan keyin kimdir gapir degan paytda anaqa ustingizga gapira olmay qolasiz. Shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, demak, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. To'g'ri manzilda. Okay. Well guys, bitta narsani aytishim kerak, ingliz tilidagi bunaqa buket muammolar, ya'ni bunaqa ko'p muammolar faqat sizlarda emas va bu muammolarni faqat aybdori sababsiz siz emassiz. Sababsiz eskirgan metodikada ingliz tilini o'rgangansiz, xuddi men kabi. Xotirolmanglar, men ham xuddi sizlar qatori bo'lganman. Sizlar qanaqa o'rgangan bo'lsanglar, men ham xuddi shunaqa o'rganganman. Demak, ketdik. Juda universitetda og'riqli narsalarim ko'p. Menda universitetda Xo'p, bugun sizlarga ingliz tili mani birinchi darsdan gapirtirgan RSP metodika haqida gapirib beraman, lekin undan oldin aytishim kerak. Birinchi darsda men universitetim, undan keyingisida meni abituriyentlikdagi paytim. Biz abituriyentlikdan yurib, shunaqa qilib, lekin juda ham yaxshi o'qiganmiz. Va o'rta olama faqat grammatika o'qiganman. Universitetga kirishdan oldin faqatgina grammatika o'qiganman. Adashmasam, yarim yilcha 6 oycha faqat grammatika o'qib tayyorlanganman va shu bilan universitetga kirganman. Lekin universitetda birinchi kursda gapira olmaganman. Menda ham speaking bo'lmagan va bu juda ham ko'p o'quvchilarning muammosi bo'lgan, bitta meni emas. Chunki universitetga kirgan hamma o'quvchi ham ingliz tilida speaking zo'r emas edi. Hamma grammatikadan yorvoradigan bo'lgan, lekin hammaning speaking zo'r emas edi. Va men doim homeworklarni qilishimiz kerak bo'lganda, prezentatsiya qilishimiz kerak bo'lganda, men har doim speechimni yozib, как положено o'tirib yodlab keyin borardim universitetga. Keyin o'sha payt gapirib berardim, meni prezentatsiyam olib, men bunaqa qilib yodlagan daftarimni qo'limga olib olardim, yonimga qo'yib yuborardim, xuddi shunaqa qilib gapirardim. Lekin bir marta bitta ustozim, bilmayman, hali ham yoqtirmayman shularni borib. Bitta ustozim gapirganman, endi normal gapirganman deb o'ylaganman. Lekin aytganlar, g'alati qarab turibdilar-da. Keyin men gapirib bo'ldimda, tushunmadingizmi gapimga aytsam? Yo'q deganlar-da. Muzlab qolganman. Ingliz tilini shunaqa yomon ko'rganman, shunaqa nafratlanib ketganman mana shu tildan. Bir hafta bitta og'iz so'z gapirmaganman, ingliz tilida umuman gapirmaganman. Hatto universitetda jahon tillarida o'qiganman.
bakalavr paytida shunaqa og'riqli paytlar bo'lgan. Aynan o'shandan keyin u payti va hozirgidagi birinchi darsdan gapiradigan metodikalar, speaking o'stiradigan 2 oylik kurslar bo'lmagan hech qanaqasi. Chunki men juda ham ko'p kurslarga, juda ham ko'p o'quv markazlariga borib ko'rganman aynan shu uchun. Okay. So ketdik. Keyin men o'zimni aynan lekin o'sha payti RSP metodikamni o'zim qo'llayotganimni bilmaganman, nomini bilmaganman, lekin tipda qo'llayverganman. O'zimni prezentatsiyani o'zim gapirtirganman. Chunki aytayotganimdek, men universitetga o'qiyotganimda ustozim tushunmadim, "Sen gapingni" deganlar-yu. O'shandan keyin bir hafta gapirmaganman, lekin undan keyin o'quv markazlariga borish boshlaganman. Har xil o'quv markazlariga borib, speaking yaxshilashga harakat qilganman. Grammatikam yaxshi edi, lekin speaking chiqmas edi. Mana shu bo'rgan, keyin to'xta deganman. Nima unaqa? Sen qila olasan, shaqilo deb turib, o'zim speakinglarimni yaxshilashga harakat qilishni boshlaganman. Va keyin magistraturaga American Webster universitetiga o'qishga kirganman, magistratura yo'nalishiga va education innovation bo'lgan yo'nalishim, ya'ni innovatsion ta'lim sistemalarini o'rganib chiqaman. Mana shu narsa juda meni hayotimda katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan, chunki men faqat chet elda o'qib kelgan professor, PhD o'qituvchilar hamda amerikalik o'qituvchilardan dars olganman va bizada o'quv sistemasi umuman boshqacha bo'lgan. Critical thinking o'sha paytda o'z zamonida oshib ketgan. Men magistraturadagi universitet paytlarim juda ham zo'r bo'lgan. Eng yaxshi ko'rgan narsam mana shu. Okay. Undan keyin qaranglar, universitetda o'qish davomida sekin-sekin o'zimni RSP metodikamni ishlatishni boshlaganman o'quvchilarda. To'g'ri? Xo'p. O'quvchilarda aynan mana shu narsani gapirtirishni boshlaganman va birinchi qaldirg'ochlarim bular meni ko'rib turganinglardagi 5 ta o'quvchi, bu yerda hammasi kelmagan. Biz o'tgan yil 1 yil oldin bo'lgan meni Speaking Hub kursimning birinchisi va u yerda 20 tacha bizda limit bor edi, chunki faqat o'zim o'qiganman. Faqatgina 20 tacha o'qituvchi o'quvchi bor edi va ularda hammasi kelmagan. Вот Tojikistondan adashmasam bitta qizimiz kelganda va yonimdagi qolgan Toshmaydan, keyin maktabda o'qiydigan bitta qizimiz Andijondan kelgan. Aynan bitiruv uchun juda zo'r bo'lgan va bitta o'quvchi Rossiyadan kelganlar. Aynan mana shu bitiruvimiz uchun zo'r bo'lgan 2 oylik kurs bo'lgan. Birinchi o'zimni mualliflik metodikam orqali dars o'tganman. Hammaga yoqqan. Va mana shunaqa qilib, kichkina qilib o'zimni birinchi Speaking Hub 1.0 kursimni boshlaganman. Bular meni eng birinchi qaldirg'ochlarim, eng birinchi o'quvchilarim. Okay, hozirda esa men o'zini mualliflik metodikasi, ham kurslari va albatta kitoblariga ega bo'lgan 5 yillik tajribaga ega ustozman. Ko'rib turganinglardek, bular hamma kitoblarni bu shaxsan o'zimni metodikalarim orqali qilib chiqilgan, bajarilgan kitoblar. Bu hech qayerda yo'q kitoblar. Chunki men aynan o'zim o'quvchilarimni oriqlardan kelib chiqqan holatda aynan mana shu kitoblarni qilganman. That's why aynan mana shu kitoblarni 3 kunlik onlayn darsini o'tirganlarga tekinga beraman, chunki bu kitob hech qayerda yo'q va men rostdan hozirgacha ham bu kitoblarni hech kimga bermaganman va aynan mana shu 3 kunlik onlayn darsini o'tirgan o'quvchilarga beraman. Ularni ham ko'rsataman nimalar haqidaligini. Okay, ketdik. Eng momentalniy joyi ingliz tili menga nima berdi? O'zi doim aytamiz-da, okay, ingliz tilini o'rganaman, nimaga foydam, nima uchun kerak degan savolga hozir javob berib o'taman o'rtoqlar sizlarga. Xo'p, ingliz tili menga nima berdi? Birinchi aytishim kerak, men ingliz tilini o'rganganimda hech qachon o'qituvchi bo'lmayman deganman, o'qituvchilikni yomon ko'rganman. Chunki maktabda ishlaganimda men juda ham qiynalganman, aynan o'qituvchilik sohasida, o'shaning uchun aytganman, doim o'qituvchi bo'lmayman. Hech qachon ingliz tilini dars bermayman deganman. Lekin keyinchalik bu narsani o'zimni qiziqqan hobbim, qiziqqan hayot tarzimga aylantirib oldim. Va birinchi qilgan narsam aynan mana shu ingliz tili o'qitishdagi birinchi yiqqan pulimni ota-onamni chet elga sayohatga yuborganman. Birinchi yuborgan joyimiz bu Dubay bo'lgan va bilasizlar, bitta narsa, bu ota-onamning ham hayotidagi birinchi sayohatligi bo'lgan. Birinchi sayohat bo'lgan. Chunki haqiqatda juda ham zo'r emotsiya bo'lgan. Ishlayotdi-da. Juda ham zo'r emotsiya bo'lgan. Mazza qilib kelishgan. O'shandan keyin juda ham ko'p sayohatlarga borishni boshlashdi va shu yili bahorda, to есть yozda Gruziyaga o'zim borib keldim ularni, chunki aytishdi, biz u yoqqa borganimizda ozgina tildan qiynaldik. Sizlar til bilasizlar-ku, nima biz o'zimiz borishimiz kerak, bizlar bilan boringlar dedilar. Va ikkinchi rasmda dadam bilan men ularni o'zim olib borib,
Gruziyani aylantirib, qoq yorib chiqamiz. Juda ham zo'r bo'lgan, prям ota-onaga chet ellarga sayohat